muddatdan oldingi tug'ruqlar ayoldagi bo'ladigan ekstragenital kasalliklar, ya'ni homiladorlikgacha bo'lgan kasalliklardan keyin homilador bo'lish yoki muddatdan oldingi tug'ish, yana har xil qo'shimcha infeksiyalar bo'lganda bu muddatdan oldingi tug'ruqlar kuzatiladi. Buxoro viloyati bo'yicha barcha tumanlardan bunaqa ekstragenital kasalliklar va muddatdan oldingi tug'ish xavfi bo'lgan ayollar bizning markazimizga kelishadi. Bu yerda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan, viloyat hokimligi tomonidan berilgan barcha apparatlar, barcha jihozlar bilan jihozlangan yetarli darajada va bularni reanimatsiya bo'limida ma'lum bir vaqt saqlagandan keyin ikkinchi etapimiz bor. Chaqaloqni toki onasiga o'zi qarab biladigan darajaga xuddi hamshira bo'ladigan bo'lib chiqadi. Shundan keyin ularga javob beramiz. Bularga sabab masalan onadagi bo'lgan yurak kasalliklari, jigar kasalliklari yoki o'sha preeklamsiya deymiz, qon bosimining oshishi vaqtli muddatdan oldingi vaqtlarda yoki o'sha qog'onoq pardaning muddatdan oldin yorilishi, ya'ni xalqda suv ketib qolishi kabi holatlar uchraydi. Bu holatlar ro'y bermasligi uchun barcha ayollar homilador bo'lishdan oldin homiladorlikni rejalashtirilgan vaqtda chuqur tibbiy ko'rikdan o'tib, o'sha organizm holatini tayyorlagandan so'nggina rejalashtirilib, tayyorlanib keyin homilador bo'lishni tavsiya qiladi.